Assalomu alaykum hurmatli YouTube kanalimiz va Ustoybekni kuzatib yurgan do'stlar. Demak, Ustoybek lirik chekinish qilganda, yana ancha ishlar bilan ovora bo'lib qoldik. Yana ishlarimizni boshladik. Ora-orada boshladik, chunki boshqa ishlar bilan band bo'lib, ora-orada apparatlarni ko'rishni, remont qilishni boshlaganmiz. Ya'ni bizga plazma rez olib kelishgan, ya'ni Jasikniki, Jasik firmaniki. Do'stlar, ko'pchilik videoda boshlashdan oldin aytib o'taman, Oybek aka maslahatga ko'pchilik telefon qiladi. Ya'ni tavsiya berib o'tarim do'stlar, kunduz kuni telefon qilinglar. Agar telefon emas, Telegramdan yozinglar. Telegramdan yozsalaring, orada bo'shab javob qaytarishga harakat qilaman. Ko'pchilik noto'g'ri tushunib, bu yerda ishda bo'lamiz, to'kni ichidamiz, telefonga javob bera olmayman akalar. Shuning uchun to'g'ri ma'noda tushunib, Telegramdan yozishga harakat qilinglar. Telegramdan bo'shab men atvet qilishga harakat qilaman. Chunki bu yerda hammasi tok bilan, bilsanglar, tok bilan hazillashib bo'lmaydi. Hozir bu apparatimizdan 380 ga moslashgan Jasik plazma rez, ya'ni temirni kesadigan apparat. Hazillashib bo'lmaydi. Ko'pchilik telefon qiladi, ish vahalda shunaqa deb. Do'stlar, ustalarga to'g'risi maslahat berganim yo'q. Hamma maslahatlarim svarshik do'stlarimizga. Shuni to'g'ri tushunasizlar. Ularga qanday apparat tanlashni, boshqani video obzor qilish harakat qilyapman. Telegram kanalim Ustoybekka o'tib, o'sha Ustoybek kanalimga obuna bo'lsalaring, o'sha yerda barcha svarka apparatlar, meni qo'limga kelgan svarka apparat, plazma rez hammasini obzorini qilib qo'yib qo'yganman. Ko'rib olinglar. Chunki men har doim sizlarga maslahat berib telefonda gaplashib o'tirganim vaqtim bo'lmaydi, to'g'ri tushuninglar. Shuning uchun Telegramdagi kanalimga o'tinglar, Ustoybek. Apparatingiz nomini yozing, o'sha yerda apparatni obzor chiqadigan ko'rib olasizlar. Demak, bu apparatimiz videoda boshladik. Kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Like va kommentariya chiroyli fikrni. Ya'ni qanaqa apparat ishlatayotganingizni kommentariyaga yozib qo'ying. Ko'pchilik do'stlarimizga yordam bo'ladi. Apparat tanlashga adashmasdan yaxshi oladi. Nechinchi yildan beri ishlatyapsiz? Qanaqa apparatligini yozib qo'yinglar. Zo'rmi, yaxshimi, nomini yozinglar. Mana Jasik plazma rez. Ko'pchilik ham plazma rezni so'raydi. Mana Jasikni plazma rezi yaxshi firma. Endi ichki konstruksiya tushuntirgan bo'lsak, ichki konstruksiya ko'p apparatlar ko'rdim. Ichi pashti bir-biriga yaqin bir xil. Hozir bunda ko'rishimiz mumkin, 380 ga moslangan plazma rez, miya upravleniyasi tevada joylashgan, kirish mostiklari bitta qo'yilgan, pastda tranzistorlar to'plami, chiqishiga o'sha silovoy transformator, impulsiv transformator gabariti katta, sodda qilib tushuntirib o'taman. Tranzistorlar to'plami mostoviy tizimda, chiqishga diodlar soni 4 dan 8 ta, ular ham gibridli bo'ladi. Bu apparatimiz qanaqa ishlaydi? Havoda ulasangiz, keyin apparat ishga tushadi. Bo'lmasa ishga tushmaydi. Ko'pchilik shunday ham adashadi. Bir xilisining ichida o'zi kompressori bo'ladi, havoda haydab beradi. Bir xilisiga tashqaridan ulanadi. Havoda ulasangiz, ko'proq firmenli apparatlar, plazma rezlarda havoda ulaganingizdan keyin ishga tushadi, chunki ichida datchigi bor. O'sha esdan chiqmasin, havoda ulasangiz keyin ishga tushadi. Hozir bu apparat kelgan ishlamayapti deyishyapti. Bunda o'sha xatolik bo'lgan bo'lishi mumkin. Ya'ni olib kelib qoldigi mana kap, ya'ni rezak plazma rez 100 L20i. Mana shunaqa sariq svet yonib turadi. Bu degani o'sha havo ulanmagani. Yana bu yerda ikkita knopkalar bor, ikkita, to'rtta. Ikkita bu knopkani bitta bossangiz ishlaydi, qo'yib yuborsangiz o'chadi. To'rttaga olib qo'ysangiz knopkani bitta bosib qo'yasiz, bo'ldi, uje fiksatsiya qiladi, kesib ketaveradi. Shu funksiyasini. Oddiygina tokini kontrol qiladi shu. Demak, qisqacha ma'lumot berib o'tdim. Apparat kачествоsi firmenli yaxshi, plazma rez. Hozir buni men remontini qilib, dejadan ular tekshirib ko'ramiz. Nima bo'layotgan prичинаga ko'ramiz. Ko'pincha причина shu havoda bosimi pasayib ketib qolsa ham, mana bu yerda bunaqa regulyator bo'lishi kerak. Bunaqa bosim pasayib ketib qolsa ham datchigi sezmaydi, ishga tushirmaydi. Hozir bunga havoda ulab tekshirib ko'raman do'stlar. Xo'p, do'stlar, mana apparat hozir ispitadan qilib tekshirdik. Ular kabeldan chiqqan. Kabeli sada olib qo'ygan, korpusga mana shu tegib qolgan. Kabelni olib tashlashim, boshqa yangi kabel. Saplosa yo juda kabel tep zamigat qiladi, chunki visokiy tok bo'ladi bojikda. O'shaning uchun nima dedim? Kabel chataq qilasiz. Yangi kabel bilan ishlaydi.
bo'ldi, sog'ga qarab. Jastik. Bir qator ishlarni spidal qilib tekshirildi. Mana shu kabeldan chiqdi mana. Jastik plazmarez. Do'stlar, sizlar bilan Xitoybek bo'ldi. Hozircha xayr demaymiz. Inshaalloh tezroq ko'rishib qolamiz. Biz aytganimizdek, Telegram kanalimiz Xitoybekga o'tib, o'sha yerda obzorlar ko'rishlaringiz uchun iloji boricha Telegramdan olishga harakat qilinglar do'stlar. Hozircha xayr deymiz. Kanalga obuna bo'lib qo'yish, like bosish va o'sha aytganimdek kommentariyaga o'zingizni ishlatadigan apparatni nomini yozib qo'ying. Do'stlarimizga yordam beradi. Hozircha xayr.